Selam Şöhret. Selam, aleykümselam. Yazmış, şulay nasip etti. Avustralya'nın fanatı Canatarı Kazan'da. Neçe kişi Avustralya'dan futbol kararga keldi? Biz Tatarlardan 33 kişi keldik, lekin bütün Avustralya'dan 20 bin kişi kelgan. 20 bin. 20 bin kişi kelgan Olar kararga. Kazan'a tuguldur beyt. Kazanga da keldiler şular. Şul bir Fransa bilen oyunda kararga. Yo, başka gayimlarında karaga, başka oyunlarında kararga keldi, lekin şu Fransa Şu 20 gayiminden bin kişi şu Avustralya şunda dep oylayım. basıp durdu. Basıp durdu dep oylayım. 45 bin kişinin yartısı Avustralya. Şu şekilde oldu. Ayı. Bu oyunda karaganda neçiksin hisler kaldı. O hisler bek Dingmadınız beyt. Jingilmasak da, lekin bilasizmi narsa? Bunda Tatarstan'da oynadı bitalar. Kazan'da oynadı. Avustralya komandası Kazan'da Tatarstan'da oynadı. O biz Bu için 20 bin kişi bilir misin Tatarlar turunda? ilk bilmegenler. Men intervyuda boldum Avustralya'nın televizyon Onlar menden soradılar. Tatarstan turunda, Tatarstan halkı turunda, urf adatlar turunda, şehirler turunda men anlattım. Ular anladılar da o ne degan matur şehir. Ular bilmegenler Tatarların kim ekanligini. Men ularga birdensini anlattım. Ular şatlandı. Ular aytdilar, "O bu kelgan şehir ekan." Bizde de Avustralya'da sportni bek ko'p yaratalar, bek yuqori tutalar. Bütün sportni yaratalar kişiler. Şuna bütün sportlar bolsa ular qatnaşalar yaratıp. Buna sen oylagan emi Kazan'da 45 bin kişilik stadion bulur deyip. Yo, o'ylamagan edim. Men birinchi tapqa keldim, mana 5 yildan so'ng. Bu elik yo'q edi, shunday motor. Bek ushadi menga. Sizin adilada anday zo'rlari yo'qdir. Bor, bizning biroz zo'rroq. Bizning 55 ming kishilik stadion bor. Tulgani var mısın? To'lalar. Bizdan futbol Hatırlap o'ynaylar. kireler 55 bin kişi qaraydı. Qaraylar. Yes. Dürüst. Olay bulgaçtan şilap birinde hazır bizden Avustralya Tatarlar, o'zlari mana madaniy turmushi, milliy turmushi, maktablar, hamda o'quvlar necha kerak? Kerak buyt 22 soat usharga kerak. Albatta, shu birgina problem shu o'shupkilarga 22 soat bo'ladi, lekin narsa Tatariston uchun, Qozonni ko'rar uchun 30 soat bo'lsa-da kelamiz bit. Andaq tatarlar bek aybat yashaylar. Bizdan 500 ga yaqin tatarlar yashay. Yaqindagina mana aprelda biz Saban to'yini o'zdirdik. Balkim siz ko'rgan chiqarsiz. Shunday aybat bo'ldilar. Tatarlar bek motor yashaylar anda. Allohga shukr. Yaqinda mana 33 tatar yoshlari keldilar to'p qararga. Avul apreldagi Sabanto'y yo'l sizning uchun yozgi bo'ldimi, jayki bo'ldimi? Bizning anda 4-oyda degan kuz kuni biz har vaqtda jayda qilar edik 12-oyda. U bek issiq bo'lar, shuning uchun biz jutgadik 4-oyda. Jay bo'lsa sizga dekabr. Jay dekabrda bo'ladi. Iyun oyida Avstraliyadan endi qish, endi vaqt hozir. Hozir qish vaqtida salqin. Ota qish, jamg'arir qish. Qish nindi qish bilan 15 gradus plus. Plus. Balkim 10 gradusga tushar. Xalq o'shayidan da vaqtda. Yo, ishib ketmay bir jumper kiyadi. Ularda pesh yag'asizmi? Uyda pesh yaqmaymiz, biz erkin sanda yag'amiz. O'zing futbol tebasizmi? Men o'zimda o'ynar edim ilk. Hozir men ko'proq velosiped yurayman. Velosipedda chapishaman. Og'ayni, mana bu Shuhrat Valiyev men aytdim o'taqli kishi deb aytar edim. Chunki biz 90-yillarda Tatar yoshlarini Qozonda yeb o'qituv kurslarini uyushtirgan edik. Ana Rustam Sadriy inisiativasi bo'yicha 5 Avstraliya Tatar yosh kishi keldi. Ularga bek yosh yigitlar edi. Shuhrat, Azat, 22 yosh vaqtida. Musharraf, mana shular kelib 2 oy bo'yi Qozon madaniyat o'zagida tatar tilini o'rganib yotdilar. Ham shunda o'zina kalash topgan Dilara bilan. Hozir sizlar oilangizni. Hozir mening xonimim Dilara Qozondan. Men uni 91-da olib ketdim, uylandik. Hozir 26 yil bo'ldi uylanganga. 2 balamiz bor, bir qizimiz Rufiya 23 yosh, 24 yosh kirdi, afaytasiz. Daniel o'g'lim 18 yosh kirdi, hozir 12-sinfda o'qiy. Qizim hozir Londonda psixolog bo'lib ishlayapti. Alloh bilsa, bu 23-da uda keladi. Bilim oldi endi. Bilim oldi, ham anda ishlaydi hozir. Bilim oldi, intervyu bor. Aldingiz, ya'ni unda kelganda tabriklar kelasiz. Psixolog degan hunar indirek ulavul. Nechga anlatam bu tatarchada anlatib bek qiyin bo'lasizmi? Inglizcha bilan tatarcha anlata bilmayman. Psixologni shu kishilarning tegi Shuning xulqlaridan, kayflaridan anlatib, tanishtirib, hunar bo'lib ketdi shunlarni. Ya og'ayni, bizning millatdoshlar Avstraliyadan Qozonga o'qirga keladi. 90-yilda, 91da. Ham mana uylanib, kalashtab turmush qilar, ham Qozondan ayrilmalar. Dilara qaytdimi? Bu yil u martda qaytgan edi. Hozir bizning Malay 12-sinfda o'qiy, shuning uchun anda kela olmadi. Men o'zimgina keldim bu taqdir. Qozon yigitlari mana Shuhrat 90-yillarda kelib Qozonning eng aqlli, eng shibar qizini olib ketgan, ham mina degan g'oyla qurgan, ham bek shab
kız hem bir şap malay bistire. Allohga shukr. Hem bugün ol Avstraliya fanatı. 20 bin Avustralya'nın birisi. Ondan sonra buna bu 35 bin Tatar kişisinin bunda kilovu alar. Gadata kilo mu? Futbol arkasına kelgen malar. 20 minglar 35 kishi aytasizmi? 35 Aha, ular shu Tatarlar. fanatiklar, nelar shu dop uchun ham Tataristonda o'ynaydi. Avstraliyaning komandasi Tataristonda Qozonda o'ynaydi. Shuning uchun butunsi shartlanib keldik. Ağayna bizni futbol tilida birleştire, Tatar tilida birleştire. İdagiz ayrılmayız. Mana şunday yerlarga yaşarak barga kerakdir. Albatta, bilasizmi Kimlarga Tatariston selam aytasan, ida. butun Tatariston xalqini, butun Qozon xalqini, millatimizga Avstraliyadan qizg'in salomlarni aytasimiz kelar. Tatariston bo'libmi Qozon bek matur bo'lgan, butun yer chesta shunday xalqlar, shunday aybat, butun zilmayalar bizga bek o'xshadi. Bek matur Qozon. Rahmat.